القول قول الصوارم كي تسترد المظالم. Bir yigit kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga dedi: "Ya Rasululloh, menga zino qilishga ruxsat bering." Ya'ni kabira bo'lgan gunohga ruxsat so'rayapti. Sahobalar g'azablanib jirkib berishdi. Payg'ambarimiz ularni tinchlantirdilarda, haligi yigitga lekin yoniga kelganida yumshoq muomala qilib aytdilarki, "Shu ishni, zinoni onangga ravo ko'rasanmi?" Bu yigitning g'azabi keldi. "Yo'q" dedi. Odamlar ham dedilar, Rasululloh onalarga bu narsani ravo ko'rishmaydi. Mana shu ishni qizingga, singlingga, ayolingga ravo ko'rasanmi? Hali yigit yo'q. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'lini muborak qo'llarining ustiga qo'yib duo qildilar haqqiga. Keyin bu yigit aytadiki, "Vallohi Rasulullohning huzuriga kirganimda men uchun zinodan ko'ra yoqimliroq narsa